Janubiy Koreyada talaba bo'lishni xohlaysiz. Topik 3 yoki IELTS 5 sertifikatlaringiz ham bor. Lekin 1 oylik KDB bank shot, yillik daromad, uy kadastri degan hujjatlarda muammo bormi? Unda bu video aynan siz uchun. 1% universitetlar ro'yxatiga kirgan Sanmun o'quv yurtiga bu hujjatlarsiz bemalol vizaga topshirib beramiz. Afzalliklari: KDB bankshotsiz, yillik daromadsiz, uy kadastrisiz, viza chiqish darajasi yuqori, 50% dan 100% grantlar. Topik 3 yoki IELTS 5 bilan ham 50% chegirma. Seul shahridan atigi 30 daqiqa uzoqlikda. Sal tezroq yursangiz 15 minutda ham yetib olasiz. Xullas, batafsil ma'lumot olish uchun biz bilan bog'laning.